Hammaga assalomu alaykum, добрый день. Hozir tashlab ketishdi. Mashina xafa bo'lmaysizlar, ustidan chiqibdi, lekin ancha-muncha ishini anaqa qilib qo'yishibdi. Sideniya yuviladi, ginam qilib mana simlarini normaliy ulashgan bo'lsa bo'ldi. Hozir mana shu qiynaydi Malibu bar. Yechib mana buni chiqarib olishim kerak. Mana konetsini chiqarganim kesilganmi yo'qmi o'shani ko'rib oldik. Mana bunaqa guldasta bo'lib yotibdi. Ustalarni yomonlashda emas, просто yechish kerak edi shuni. Tak, sideniya juda ham abgor holatda. Ramlarni ham olib qo'yish kerak ekan. Davay bilan yig'ilganmi deyman. Shunga yuviladi. Keyin mana bu lyukki ichini tozalab bering. Eng yomon narsa bu o'zi lyukki ichidagi zadvishkani tozalash uchun yaqinda praktikada bo'ldi bizada. Tanishim bilan tak patologini yechdik, shtobi mana shu tagidagi anaqasini tozalash uchun. Zaslonkani. Patologini yechilsa, zaslonkani ham yechsa bo'lar ekan. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Всем удачи.